bunga qaraymiz. Qani bolajon, qo'lingni berchi. Sezyapsanmi? Qani bunisini? Sezyapsanmi? Tushunarli. Yordam berarmikin? Yaxshi bo'ladi onasi, hammasi ketishdi-ya. Yaxshi bo'lib ketadi. So'rab ko'rasizmi? Qolib ketishdi-ya. Sabr qilib tur, chiqadi hozir. Sezdingmi bironsani? Tushunarli. Qani qizim, sekin yurchi. Qani sekin tushamiz. Ana chiqishdi. Mana bo'ldi, mana qizinglar. Ya, bo'ldimi? Bo'ldi. Ha, qizim, yaxshimisan? Yo'q, qizim, yaxshimisan? Ketamizmi? Kuyovjimmi qizim? Bu yerga o'tir. Ana, hozir kiyinib olamiz. Doktor, qizimda nima muammo bor? Qizda hech qanaqa muammo yo'q. Qizingiz qattiq stressga tushgan sababli shu holatga tushib qolgan. Endi buni davolash uchun yaxshi joylarga olib chiqing, toza havoga olib chiqing. Muhimi kayfiyatini ko'taring. E'tibor kerak. Bugun yangi yil-ku, bayram. Xo'p, siz bugun olib chiqib ketsam. Bo'ladi. Olib chiqib ketsam bo'ladimi? Bo'ladi, olib chiqib ketsa bo'ladi. Bolaga faqat qarab turinglar. Xo'p, Shu. rahmat, doktor. Ana bo'ldi. Nima deyishdi? Bo'ldi. Ketamiz uyga. Ruxsat berishdimi? Aha. Ko'tarib ola qoling. Ke qizim. Hoppa. Ana. Onasi. Keling, dadasi qarashga boraman. Ana qizim, ana. Uyimizga ham kelib oldik. Ona qizim. Asal qizim. Ona qizim mana. Qani. Biz hozir bunga tort olib kelamiz. Voy. Kurtkizni bering. Ol onasi. Qani qizim. Maza qilamiz hozir. Ana. Ma. Ol. Ustini yechib oling, terlab qolmasin. Qani, ustini yechaylikchi qizim. Hozir qizimiz bilan zo'r narsalar yeymiz, ha qizim? Bizchi, hozirchi oying bilan zo'r tort olib kelganmiz. Tort yeymiz, ha qizim? Tort yeymiz. Ana. Mana, televizorda. Mana. Ko'rib tur, xo'pmi? O'tirib turing, Biz hozir qizim. kelamiz. Kelamiz. Maya qara, tayyorlab qo'yganmisan? Ha, albatta tayyorlab Tort, qo'yganman. qalpoqchalar, ketdik. Ketdik. Qizalog'im, Ona qizim. qara senga nima olib keldik? Voy, Tort mana olib tort. keldik. Qara, qanaqa chiroyli tort. Shokoladlari bor. Ranglarini Voy, qara. shirin. Qara, sen yaxshi ko'radigan tortdan olib keldik. Sen yeysanmi yoki dadasiga beramizmi? Mayma. Ana, yo yo yo. Yo. Qizim. Ikkalamiz yeymizmi tortni qizim? Ana. Yo'q, bu tort faqat qizimga beramiz. Archa. Voy, dadasi gapirdimi? Dadasi gapirdi qizim. Archa? Yana bir marta ayt, jonim mani. Bo'ldi. Yana bir marta ayt. Voy. Archa? Yo'q. Bo'ldi. Archa bo'lsa archa. Archa aylansin. Archa o'rgilsin Bo'ldi. sendan, dadasi. Hozir olib kelaman. Hozir archa olib kelaman. Yana bir marta gapir. Archadagi qizim, dadasi.
Dadasi. Ha. Yaxshi bo'ldi, Zo'r gapirgani. bo'ldi. Ish qilib topa olarmikan siz archani? Topaman onasi. Bayram bo'lsa, yangi yil kuni bo'lsa, Yerni tagidan bo'lsa ham harakat topaman. qilib bering, xo'p? Qizimizga yaxshi qara. To'xting. Boshingizgina yechmadingiz. Voy. Menga qara. Qizimizga Xo'p. yaxshi qaragin. Xavotir olmang. Tez Mayli, kelaman. xo'p, ketamiz. Xo'p. Qizim, shunaqa katta archa xohlaysanmi? Hozir dadasi borib, mana qizalog'imga katta archa olib keladilar. Ikkovini birgalashib bezatamizmi, jonim? Multfilm ko'rasanmi? Qara, sen yaxshi ko'rgan multfilm qahramonlari bor ekan. Shularni kiyib, archani atrofida aylanamiz, xo'p? Qara yarashganini. Keyingacha televizor ko'rib turamiz. Alo. Alo. Dadasi, assalomu alaykum. Dadasi qayerdasiz? Ishdaman, qayerda bo'lardi? Aha, xo'p. Dadasi, xabaringiz bor. Bugun yangi yil. O'shaning uchun bolalaringiz qorbobo so'rashgandi. Siz qorbobo kiyimini topib, kiyinib bugun kelsangiz bo'ldi uyga. Rosa xursand bo'lishadi. Bayram qilib beramiz. Voy. Men hozir qorbobo bo'lib berishim kerakmi hozir? Men qattan topamanmi? Voy. Nima deganing bu? Soqol, mo'ylov, qattan topamanmi? Voy dadasi, nima deganingiz bu? Boshqa kim qorbobo bo'lib keladi? Yig'ishtiray gapingni, deb bar. Voy. Uy, endi nima qilaman? Menga qara, senlar ham jim turlaring. Dadasi, menga qarang. O'zi oyda yilda shu bolalaringiz bilan sizdan bir marta archaga pul so'rasak, shu archaga ham pulni topib bera olmayapsizmi? Yetkazib bera olmayapsizmi? Men pulni sanab ola olmaymanmi, Doim yo'qmi? o'zi shunaqa qilasiz. Aytasiz, bajarmaysiz. Hozir to'xtab turinglar. Eshityapsizmi o'zi? Odamlarni eriga havas qilaman. Biror bir bayramda bizga na shokolad, na bir bolalaringizga sovg'ami, menga atirma olib kelmasiz. Har doim Voy, bir namuncha. boshlagan saning. Ko'chada sharmanda qilmagin. Yaxshiroq saning. Bolalaring senga tortgan desam jahling chiqadi, xafa bo'lasan. Boring, senlar ham jim bo'llaring. Eshityapsanmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nech pul ekan archalar? 250 ming. Bunisi-chi? Bunisi 180 ming. Mana busini bering. Mashinasini? Aha. Uyda bayram ekanda. Chiroyli Bayram. archa tanladingiz. Qizimga. Ha, qizingizgami? Yaxshi. Kassa bu yoqda. Aha, xo'p. Kassaga to'lab olib ketaverasiz. Doim archa olib beraman, usta olib bermaysiz. Inson, men senga hamisha aytaman, yaxshi niyat qilish kerak. Men har doim yaxshi Ko'rdim, niyat yaxshi qilaman. niyat qilganingizni. Pulingizga qarab berishingiz kerak edi. Yetmaydi. Uydan chiqayotganda pulni sanab chiqish kerak Qana edi. qilib sanaydi, qana qilib sanaydi unaqada pulni. Bu Hop, yangi qizim, yilni olib beraman. archasiz Bir kun o'tkazadigan sabr o'yin. qilaring. Men uydan pulni qana qilib sanab chiqaman. Bitta archa olamiz dedim. Qarang, oilasiga archa Hozir dedim. Voy sabr qilinglar, bir kungina. Sabr qilaman. Yo'q deganim. Pulim yo'q deyurasiz. Bolalarim ertaga olib beraman dedim. Bolalaringga tushuntirsang bo'lmaydimi?
Bolalarning tarbiyasini menga Undan ko'ra bolalarning tarbiyasi bo'ladimi? Sanam Bolalar bular menga emas, sizga Senga tortgan. tortgansan. Basharchani oling. Yo'q, aka. Bolalar unaqa uchun. qilmang. Bolalarga nima bo'lgan? Bolalarga yangi yil sovg'asi. Aka, men buni qaytarishim kerak. Yangi yil To'xtab sovg'asi. turing. To'xting. Men pul olib ketay. Yo'q. Yangi yil sovg'asi. Shart emas. Aka, ismingiz-chi? Qorbobo. Mana sizlarga. Mana siz. Mana Xudo yetkazdi. Sabr qilish kerak-da. Qani yuringlar endi. Yuringlar. Kechirasiz. Voy, Bu archani ham o'zim sotib olaman. voy yo'q, sotildi. Sotib olishdi. Qanaqasiga? Hozir sotib olishdi. Mana Yo'q, bu shoshmang. narsada turishibdi. Unaqa men qaring, shunday katta do'konda boshqa archa yo'qmi? Bu oxirgisi edi. Do'kon yopildi, uzr. Yo'q. Voy. Kichkina bu. Xotam toylagim qursin. Endi qattan topdim. Qatdan topaman endi. Qorbobon yarim kechasi. Uf. Uy. Uf. Ay. Dadasi yana qo'ng'iroq qilib ko'rsam-chi? O'chirilgan. Unga faqat ish kerak. Endi nima qilaman? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ne yig'lab o'tiribsiz bayram kuni? O'z siqilib turibman. Gapirmay turing birpas. Bugun bayram-ku. Shunga aytaman-da. Ana, uyda bolalarim. Oyjon, qorbob olib keling dedi. O'tirman mana. Kiyimi bor, o'zi yo'q. Voy. Hamma joyini Ko'cha qidirdim. to'la qorbobo-yu. Ko'p mana topolmayapman-da. Uyda bolalarim, jiyanlarim kutib o'tiribdi hammasi. Yo'q, mana telefon qildim. Qarab o'tirman, yo'q. Mana qarang singlim. Ha? Xo'jayinni kiyintirsangiz tuppa-tuzuk qorbobo bo'ladi, qo'yadi. Ishdilar. Aytsam, yo'q, men qorbobo kiyimni qayerdan topaman deydilar. Dadasi, qorbobo kiyimni kiyib, keling desam, qayerdan olaman deydilar. O'tirman mana. Yo, o'zim kiyardim. Ovozimni tanib qolishadi deb bolalarim, jiyanlarim ham. Shunisi ham bor. Shu. Sovg'a bor, kiyim bor, o'zi yo'q. O'zichi? Sizni bolalaringizga qorbobo kerak ekan, meni bolalarimga archa. Endi ayol kishiga qorbobo bo'lmaydi-da, yalmog'iz bo'lsa boshqa gap. Mayli. Jim turing, ustimdan kulmang. Qayerdan topaman endi? Mayli, hech qisi yo'q. Topilib qolar. Mana qarang. Yoki telefon. Singlim. Ha? Bolalaringiz xursand bo'lsa bo'ldimi? Ha? Kiyim bor ekan. Ha, bor. Sovg'a bersak bo'ldi. To'g'rimi? Yangi yil-ku. Shu kiyimni men kiyaman-da, qorbobo bo'lib sovg'a berib chiqib ketaman, bo'ldi? Siz qorbobo bo'lib berasizmi? Voy, bolalar uchun-ku. Voy, Xudoni o'zi yetkazdi-ya. Menga qarang, vaqtingiz bormi? Albatta. Yuring unda. Yuring, kiramiz. Menga qarang, kirib yaxshilab tabriklaysiz. Hop, ichida mana sovg'alari bor, kiyimlari bor. Qalay, o'xshadimmi? Yaxshi. Mana hamma sovg'alar solingan ichida. Kirib, mana ovozli tabriklab bersangiz bo'ldi, hop? Ketdik. Kirganingizda, "Oho, bolalarim, men keldim" deysiz. Shunday bilasizmi ish qilib? Ha, bo'pti. Bolalar bir xursand bo'lsin. Kiring. Yangi yil keldi. Kela qoling, keling. Bolajonlar, Qorbobo keldi. Salom bolajonlarim. Ana Qorbobo. Kichkintoylarim. Joylashing. Qani, kim menga she'r aytib beradi? Gapir. Qani? Qorbobom, oq peshanasi Yasha. yalpoq, qassasi Uzunchoq. ko'proq bering o'ychoq. Barakalla. Endi sovg'a beramiz. Mana chiroylisiz. Ana. Endi Qani? Ох, какая елочка! Ruscha. Ужасно свистит. Ты красавица восьмая. Всех ребят Oy. Yo, barakalla. Men ham beraman. Katta yigit bo'lsa, mana bularga ham zo'r sovg'a. Ana. O, ana. Qoyil, qani mana qizim.
qani, xursand bo'ldinglarmi? Rahmat. Qani qizlar, qani bolalarim. Dada. Dada deyishyapti. Mayli, qo'yavering. Bolalar xursand bo'lsin. Rahmat. Dada. Rahmat. Dada. Bolajonlarim. Ana keldik. Ana. Ana. Qara. Hozir men bolamga. Ana, bo'ldi. Ketdik. Qani. Qor. Hey! Voy, yana bitta qor babo. Bolalar, boshqa xonaga chiqamiz. Narada archa bor. Bora qolinglar. Voy, hozir hammasini tushuntirib beraman. Tushuntiradi Bu hozir. odam Qor bobo. Shu. Qor bobo, haligi vaqtim yo'q dedingiz-ku. Aka tushuntirib beradi hozir sizga hammasini. Tushuntirib Ko'chada beraman. yig'lab o'tirgan ekan. Men yordam bermoqchi bo'ldim xolos. O'laga qo'rqib ketyapman. Menga qara. Yo, hozir. Qor bobo ham shunaqa vahshiy bo'ladimi? Qo'ling sinsin. Birovga yaxshilik qilasan, rahmatiga yana kaltaga meva olasan. O'rganim unaqa qor bobodan. Dadasi, shu bekor qildingiz shu ishingizni. Yordam bergan odamni bir urib, ko'zini ko'kartirib qo'ydingiz. Nima? Qanaqa yordam? Ha? Men uyga kelsam, bolalarim uni ada deb yotibdi-yu. Men nima qilishim kerak? Men sizga telefon qildim-ku, to'g'rimi? Xo'p. Dadasi, bugun bayram. Bolalarimiz Qor bobo so'radi. Xursand qilaylik, dedim. Xo'sh. Siz vaqtim yo'q dedingiz. Nima qilishim kerak edi? Xo'p, Vaqtim yo'q edi. Keyin men o'ylab qaradim. Shu bolalarim uchun mana shu kiyimni kiyib kelsam, mana ahvol. Ay, aytmadingiz-ku shuni Qor bobo kiyim Men taqaman syurpriz deb. qilmoqchi edim. Ana syurpriz. Nima qilamiz endi? Mayli. Ha? Ko'rib qolganimda uzrimni so'rab qo'yarman, mayli. Bolalarim. Dada, archaga boraylik. Archaga obaring. Archaga boramiz. Qani kiyininglar. Qani onasi yura bor, qoling. kiyintir bolalarni ham. Ketdik. Bor, tezroq bolalar. Bugun zo'r kun bo'ldi ya. Bugun yangi yilga hamma yo'lni banglatamiz. Hamma yo'lni banglatamiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Xlapishka olasizmi? Jallaga yangi yilga sovg'a bo'ladi. Kerak emas. Nimaga? olasizmi? Mana qalachi. Olasizmi? Mana yangi yilga sovg'a bo'ladi. Nima qara? Jim. Ha? O'z bang'ilog'im chiqib turibdi. Kerak emas bang'iloq. Unda nima kerak? Nima kerak? Mengachi? Hamma narsa bor. Archa kerak, archa. Archa? Bormi archa? Boraman Bormi? Archani zo'ri bor, bo'y sizdan baland. Yo'q-ku. Sizni Bo'yi sizni bo'yingizdan baland. Oqi ham bor. Yo'q-ku. Ha, juda ham Qani? chiroyli. Mana Qani? yuring, aka, Yuzlaring yuring. Tezroq. Xo'sh, ovozlari. Keling, mana mashita. Mana keling. Mana hozir To'xtami archa? aniq shu Och. yerda. Oldin pulini bering. Pulini bermaysizmi? Oo. Sizlar kirmaysizlarmi? Yo'q, bizni kichkinamiz. Kichkinamiz. Bitta. Bor. Ichkarida bor, shekillari. ichkarida. Ketdik. Hormang, shoshmang, qayoqqa Assalomu alaykum. ketyapsiz? Yo'l bo'lsin. Archa oldim. Shoshmang, ketib qolish yo'q-a? Yo'q. To'xtang, hozir. Tinchlikmi? Shoshmang, bir daqiqa to'xtang. Nima gap o'zi? Alo, militsiya. Voy. Ne militsiya? Nima qildim? Voy. Keyin buni bo'lishamiz. Senga 10 ming, menga 10 ming, bunga 5 ming. Ha bolalar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Menga bormi? Ha, bor, aka, mana chiqarlar bor. Qani, Qani yaxshilari ketdi bor. milisaxonaga. To'xtasin. Ketdik. Aka, bizda emas edi, u bizniki emas edi. Xo'sh, hurmatli fuqaro, eshitaman sizni. Shu? Nima shu? Archa qidirib yurdim. Xo'sh. Yo'limdan 3 ta bola chiqdi. Aha.
Archa bor dedi. Sotiladi dedi. Xo'p dedim. Pul sanab berdim. Kimdir eshikka olib borishdi. Eshikdan kirsangiz archa bor dedi. Xo'p deb olib chiqib ketdim, tamom. Shu mahallani shumtaka bolalarga ishondingiz. Pulni sanab berdingiz. Ha? Archa, yangi yil. Ha? Qizim archa so'ragan dedi. Bu tezga nima qildi? Archa tegib ketdimi? Yo'q, yiqilib tushdim. Yiqilib tushdim? Bu gaplarga ham bizni ishonadi deb o'ylayapsiz-da? Voy. Qani bo'lgan voqea ro'y-rost gapiringchi, haqiqatni gapiringchi. Yolg'on gapirganim yo'q. O'rta boshliq. Rostdan ham pulini sanab berdim. O'g'irlaganim yo'q. Ha, sotib oladigan bo'lsangiz bozordan oling, magazindan oling. Yosh bolalar ham sotib oladimi? Ertalabdan beri magazin, bozor hech qat qolmadi. Archa topa olmadim. Amaki, qo'yib qoling, amaki. Qo'yib yuboring. Kiringlar. Bizaniki emas, Mana shu bolalar. Qani? Mana shu bolalar. Mana shu bolalarmi? Xo'sh, o'rta leytenant, nima gap? Chiqar bang'illatadiganlaringni chiqar. Volqani mana cho'nchagingda turibdi-yu, chiqar. Hammasini chiqar. Tezroq. Chiqar. bizaniki emas puli. Ha, qolmadimi? Bizaniki emas dedim, ko'zaniki. Chiqarlaring. Men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana bu amaki bizga berib ketdilar. Mana hammasini bergan shunday berib ketdilar. Bizaniki emas bu narsalar, hammasi. Mashinnik. Mana qaralaring. Men pulni mashinaga sanab berganman. Mana o'rta boshliq. Pulni ham mana shu bolalar sanab olgan. Men qayerdan Voy bolalar, menga qara. Archa. Mana shu qilgan ishlaring uchun ota-onangni mana shu yerga chaqirtiraman. Amaki, iltimos. Chaqirdi aslida ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan. Balki sheriklari ham bordirlar. Gapirmang. Amaki, iltimos, amaki, kerak. Ota-onamiz chaqirmadi. Qo'yib yuboring. Ha, bu kap-katta odamni aldab pulini olibsizlar. Men qara. Archa pulini chiqar. Hammasini chiqar. Ha, uchinchi sherigi ham bor deyapti. Ha, bitta qiz bor. Voy, komanda. Qiz kim? Oti nima uni? Qani sheriklaring? Aytamiz. Darrov aytchi. Kimligini Buni mardligini qarang. Hozir senlar bilan boshqacha gaplashamiz. Qani aka, bu yoqqa yuring. Archa pulini qo'ying. Ota-onamiz chaqirmadi. Ota-onamiz chaqirmadi. Ushlab turiblar. Amaki, iltimos. Men ota-onanglarni chaqirtiraman. Qani marhamat. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Mahallani bolalarga ehtiyot bo'ling. Sizga bir bayram hazil qilishibdi-da. Shunaqa. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Qizchangizni yangi yil bilan tabriklab qo'ying. Rahmat. Meni ham qizim bor. Juda aqlli, a'lochi. Ertalabdan kechgacha onasiga qarashadi. Qoyil. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Yangi yilni yaxshi kutib oling. Rahmat. Yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat. Dilnura, qizim, menga qara, qorong'ida nima qilibsan? Oyingga qarashmasdan. Ichkarida o'tirgan bolalar bor-u. Ha. Mana o'rtoqlarim aytdi. Nima? Bugun qo'yib qoling, yengil-ku. Bu bolalar g'alvani boshlagan desam, g'alvani tepasida o'zlari ekanlar-da. Qani yurchi? Yur. Oldimga tush. Archani pulni sen oldingmi? Oldim. Noma'qul ishlarni qilmagin, xo'pmi? Senga yarashmaydi. Yur. Hozir sen bilan bir ish qilamiz. Kechiring, dada. Voy. Dadasi keldingizmi? Nomcha qolib ketdingiz, telefoningiz ham ishlamayapti-ya. Shuncha qo'ng'iroq qildim. Archa qani? Olib kirmaysizmi? Dadasi? Ko'zingizga nima qildi? Yiqilib tushdim. Voy tavba, ko'z bilan ham yiqilar ekanmi? Qattiq og'riyaptimi? Yo'q, og'rimayapti. Archa qani, Archa? Yo'q, Archa. Topolmadim. Boydan beri kutib o'tiribmiz-ku sizni. Voy, baraka topkur, yo'q-de. Menga qarang, dadasi. Soat 11 bo'libdi. 12gacha balki ana bu katta archaga borib kelarmiz-a? Ulgursak kerak, hali yangi yilgacha, a? Ha, bor endi, archa so'rabdi qizingiz. Yaxshi fikr. Voy. Oboramiz. Sendan ham yaxshi fikrlar chiqib turadi. Ketdik. Qizim, dadangcha senga katta archa tayyorlab qo'yibdilar. Katta Faqat archa archani ko'rish uchun uyda o'tirmasdan ko'chaga chiqishimiz kerak.
eng katta archani ko'rib kelamiz qizim. Katta archa. O'yinchoqlari bor. Qo'lingni berchi menga. Kiya qo'y. Ha, dadasi. Ha. Ana, bo'ldi. Dadasi ko'taring qizingizni. Ketdik qizim. Erkatoy qizimizni. Qani qizim? Ko'tarib oling. Hoppa. Ana. Biz ketdik archaga. Mana archaga ham qarang, ana keldik. katta archa. Ana archa. Archani chiroyliligini. Yoniga boramiz. Qalay qizim? Ketdik yoniga boramiz. Rosa chiroyli archa qo'yishibdi. Qizim yoqdimi senga qara? Yetdimi senga katta archaga Tepasida boramiz. yulduzchasi bor ekan. Bitta ko'rgin. Archani chiroyligini qarang dadasi. Ko'rdingmi? Ana o'g'lim. Ko'ryapsanmi sen archani? Ichini qara. Ichini qara. Ana. Qara, yo'lishini qara. Ana. Dadasi. Ana, O, ana bu yerda bizga archa bergan odam turibdi. Ye, ko'rdingmi? Archa yoqdimi qizim? Qani ketdik. Ketdik. Yur o'g'lim, yur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisizlar? Tuzimizlar? O'zinglar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tanidingmi qizim? Tanidingmi? O'g'lim tanidingmi? Va alaykum assalom. Archa olib bergan amaxiylar. Rahmat. Ye, ko'zga nima qildi? Keliniz urdi. Voy. Yiqilib tushdi ham. Yiqilib tushdingiz? Akangizdan tushmaydigan yangi yil bo'pti lekin. Voy. Aka, biz ham sizni hech qachon unutmaymiz. Rahmat. Aka, tan joningiz sog' bo'lsin. Arzimisi ham mana shu bizdan. Voy. Jangi. Rahmat. Bu senga. Yangi yillar bilan. Rahmat. Aka, lekin sizni unutmaymiz. Rahmat. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Qani boringlar. Qani uyga yuringlar. Yuring aka. Xo'p. Rahmat, sog' Xo'p, bo'ling. mayli. Yangi yillarni Qani yaxshi yuringlar. kutib olinglar. Rahmat. Xayr. Dadasi, bular kim o'zi? Ha endi. Qorbobo deydimi sizni archa haqida gapirishyaptimi? Nima? Yalmog'iz bilan kashshay bu. Xo'sh. Ana qizim, archani qara. Qizim, yangi narsalarni qaragin. O'yinchoqlarni qara. Voy, mana bunisini qara. Ana yoqdimi qizim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Assalomu alaykum. o'z yuragim yomon to'g'risi. Yo, noto'g'ri shundingiz. Siz noto'g'ri shundingiz, xo'p deng. Yig'lab o'tirgan ekanlar ayolingiz. Men Do'stim, ming bor uzr. Men sizni yaxshi ham uchratib qoldim. Aha. Uzrmi so'rab qo'yay deb, to'g'risini aytsam, xijolat bo'lib yurdim. Uzr tushunmovchiligim bor. Kelayotgan yangi yilda omad, baxt va muhabbat. Mayli, sog' bo'linglar. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Uyga o'tinglar. Rahmat. Xayr. Rahmat, sog' bo'linglar. Dadasi, kim bu kishi? Boya ko'zimni so'rading-ku? Ha? Muallif shu kishi. O'xshab turibdi o'zi. Qizim. Yaxshi ham, oson o'qitilibsiz hali ham. Voy, gapirma. Archani atrofini aylanamiz qizim, ketdik. Voy dadasi. Ha? Qarang archa. Qizim qara. Archa? Qara qizim. Voy. Archa. Voy jonim, Voy, archa degan. gapirdi. Yana bir marta. Archadi. Ana. Qarang, xat ham yozib qoldirishibdi. Kimdan ekan? Kimdan kelibdi? Qani? Hurmatli do'stim, sizni va oila a'zolaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Qizalog'ingizga esa yangi yil archasini sovg'a qilyapmiz. Har bir ota o'z farzandi uchun ne ahvollarga tushmaydi deysiz. Yana bir bor tabriklaymiz. Hurmat bilan kapitan O'tkir Bahodirovich. Voy. Kim ekan? Kim? Bir do'stim. Rahmat. Baraka topsin. Mana qizim, archa olib kelaman deganmidim? O'yinchoq. Voy qizim, ey. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Qara, sovg'alar ham bor ekan. Qoyil. Rahmat dada. Sizni yaxshi ko'raman. Har joyda bezatilgan archalar, yoqsaydi qor parchalar. Yes, motor, ket. Qarab o'tib ketasan. Baraka topdilar hozir. Nima? Stop, Umid aka. Dadasi xabarimiz bor. Yangi yil bugun. Yangi yil.
nima kular? Bang bang dedi bu. Chiqmay. Voy. Bo'l, bo'l. Ketdi. Yaxshi. Zo'r. Qayli, o'tdinglar mashina, mana mashina o'tdinglar.